Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugun 25-aprel 2025-yil. Navbatdagi motorolimiz Oltinko'lga sotildi naqd pul asosida. Bu motorolimiz 200 motorli Samasval. Naqd pul asosida sotildi. Akalarimizga aka pullik bo'lsa, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Rahmat Husanboy. Bu akalarimizga sotildi mana. Motorolimiz Samasval 200 motorli. 200 motorli Samasvalimiz 1,5 tonna 2 tonna yukka mo'ljallangan. Oldilari mana torpedalar bilan jihozlangan. Qo'yadiganlarimiz katta. Motorol diska balonlarda bu. O'zlari shuni xohlashdi. Mana zadniy moslari katta, prujina, tiyaga, risol. Tiyagalarimiz 100 holatda sakramaslikni ta'minlab beradi. Bu motorolimiz narxi pulga 38 million so'mga sotildi. Mana mashina keldi, dastavka qilib beriladi. Bundan tashqari bizda 26 million so'mdan boshlab 39 million so'mga bo'lgan motorollarimiz bor. Kimga qanaqasidan kerak bo'lsa, nomerlarni qo'yganmiz, Telegramda aloqaga chiqsanglar, narxlarini batafsil rasmlari bilan tashab beramiz. Bizda hammasidan bor. Bu Zonlon motorol bazasi Andijon viloyati Sharxon tumanidan. Bizning manzillarimiz Toshkent shahrida, Zangiotada, Teshako'prikda bor, Xorazmda bor, Farg'onada bor. Bundan tashqari dastavkalarimiz ham bor hamma viloyatga.